Ayay Gulnora qo'shig'i ijro etilgandan keyin ve stadion chiqdi-da, qo'lini ko'tarib. Ana shu olqishlar o'sha esimdan chiqmaydi. Samirga u qo'shig'ini sotganmisiz yoki shunchaki berib yuborganmisiz yoki Samirga $7,000 ketgan bitta klipga. San'atdagi tanilishda qaysi bir ko'proq muhim, mehnatmi yoki omad? Ikkalasi ham. $2,500 ga instrument olganda biz u pulga ikkita 2 xonalik uy berardi. Kasal bo'lgan paytlarim onam vafot etganlar. Montajni nimaga yo'g'dim? Janozalariga. Zapsa sanadimku. Ana endi do'stlar, ana shunaqasi ham bo'lib turadi. Ming bor uzr. Yaxshi. Assalomu alaykum azizlar. Eslabma. Anicho. Mana shu paytgacha sal tabassum bilan bir necha gaplarni gapirib bo'ldik, lekin qaytadan boshlayapmiz. Sababi hozir esimdan chiqib qolgan ekan, mana bu asosiy kameraga zapsni bosish. Akmal Nosirov, Buxoro estradasida bu nom allaqachon hammaga tanish. Ayniqsa yoshligini eslaydigan. Kecha YouTube'da Akmal Nosirov haqida ma'lumot yig'dim aka. Shu kliplari turibdi, faqat kommentariy bilan qiziqdim. Shuna kommentariga kirsam, "Vo, nashi deysiz-va, yoshligimizni eslaymiz, bu qo'shiqlar biz uchun shlager, legenda, shunaqa gaplar bir men aytaman haqiqatan ham." Rahmat. Podkastimiz suhbatdoshimiz bugungi demak navbatdagi sonining asosiy qahramoni iste'dodli xonanda, ijodkor, buxoroliklar barchangiz tanigan, hech bo'lmasa bir marotaba shu insonning qo'shig'ini eshitgan bo'lishingiz kerak, aniq. Akmal Nosirov, Buxoro savdo majmuasi 2-qavatda joylashgan. Abdullajon, marhamat, bizga shunaqa sharoit yaratib berdilar. Aziz do'stlar, juda ham minnatdormiz. Abdullajonga katta rahmat deymiz. Buxoro savdo majmuasi Music Shop magaziniga xush kelibsizlar. Kecha Akmal akam bilan maslahat bo'ldi, aka qayerda olamiz, qayerda syomka qilamiz deb. Shuni akam fonni tashlayaptilar. Gitaralar, klavishlar, akasizmi aytdim, shu yerdan Buxorodamisiz dedim, yo boshqa joydami? Yo Buxoroda bor ekan. O'zim haqiqatan ham qoyil qoldim. Qoyil mana Buxoroda ham shunaqa. Endi san'atkorlarimiz Toshkentga, Samarqandga, boshqa joylarga xarajat qilib borib yurmaydilar. Mana shu o'zimizning Buxoromizga ana shunaqa magazin ochilgan, bemalol kelib nima kerak bo'lsa hamma narsa bor bu yerda. Gitaralar вообще super. Любой gitara bor. Ibanez deysizlarmi, yana qanaqa edi Abdul? Amerikanskiy gitaralar hammasi bor. Sintezatorlar. Ну все. Hammasi bor, короче. Alohida video qilib sizlarga yana ko'rsatamiz. Qiziqib ko'rib, shunchaki kelib bir bahramand bo'lish ham mumkin-da. Musiqachilar uchun bu joyning atmosferasi o'zi kirishni o'zi zavq bag'ishlaydi. Marhamat qilinglar. Savdo majmuasi, Buxoro savdo majmuasi, Music Shop magazini. Marhamat Abdullajon, pastani sherdalar. Nima kerak bo'lsa, hammasi bor mana. To'g'ri. Kecha YouTube'ni qidirib Akmal Nosirov haqida ma'lumot yig'dim. Ma'lumotda o'sha Bambi Bamboni, Ayay Gulnora, yana o'sha boshidagi qaysi qo'shiq dedingiz? Omadi. O'shani kommentariy bilan qiziqdim. Sizlar ham qiziqib ko'ringlar. Rahmat. Shu joyni o'zida pastida hamma yozgan. O, Akmal aka, yoshligimizni eslatadigan qo'shiq, shu qo'shiqlarni eslasak, har bir qo'shiq bilan xotiralar bor-da. Shunaqa. O'sha davrni xotiralarini eslaymiz. Aka, sizga rahmat shu xotiralarni eslatganingiz uchun deb. 2000 nechinchi yillar endi eng Akmal Nosirovni gullagan davri deylik. 93-yil Omadi degan qo'shig'imizni chiqardik. Bu qo'shig'imiz juda ham hit bo'lib ketdi hamma joyga. Kasetalar o'sha paytlar kasetalarga eshitardi yoshlarimiz, audio kasetalarga. Juda ham populyar bo'lib ketdi Omadi degan ashulamiz.
Undan keyin 97-yil Sami такой pikka chiqqan Ayay Gulnora qo'shig'imiz. Uni chiqaruvdik, u ashi bomba bo'lib ketdi. Уже u ana shu Toshkentlarga, Abu Saxilarga, kasetalarga aylantirardilar bolalar. Termani ichida bo'lardi-da. Ha. Termani ichida bo'lardi. No, endi Sami pik davrini olsak agar shu 96 dan boshlab 2010-yilgacha Sami pikka edik-da biz. Endi xudoga shukr, hozir ham yomon emas, yaxshi. Kecha ham xizmat edilar, Instagramlarni ko'rsak. Kecha to'yda edik, rosti gap. Papurini chat qilibsiz ekan. Da. Bir do'stimiz, yaxshi do'stimiz to'y qildilar, taklif qildilar. Bordik, yaxshi o'tdi, zo'r hammasi. Dejurni ham to'ylarga xizmatda chiqasizmi yoki faqat bir roma? Dejurni chiqamiz, da, обязательно. Dejurni chiqamiz. O'sha yerda bir nima bo'ldi. Davrani olib boruvchi Dilnoza Kubayeva ekanlar. Juda ham xursand bo'ldik. U kishi ham meni taniylar, yaxshi. Raz o'tiribdilar, endi biz kirib ketgandan keyin, "Vau, Akmal aka, qanday yaxshi, yoqimli, приятный. Sizni ko'rganimdan xursandman" dedilar. U kishi ham kuzatib borar ekanlar, shu YouTube kanallarimizni, qo'shiqlarimizni juda ham xursand bo'ldilar. Birga o'tkazdik. Endi biz как этот mehmon birovda, birov shu поздравительныйga boruvdik. Bizga navbat berdilar, boshladik. Yaxshi, zo'r звучание, отлично всё. Boshlagandan keyin shu odamlar keladi-da, aytadiki, "Akmal aka, bizga o'sha qo'shiqlaringiz kerak. O'sha Ayay Gulnora, Bambi Bambo o'shalarni ayting" deydi-da. Ну, odamga bir qandaydir shunaqa bir motivatsiya bo'ladi, zo'rda. O'zingizni qo'shig'ingizni so'raydilar, endi yaxshi, juda ham xursand bo'lasiz, ijro etasiz o'shanga qarab. Men o'ylayman, Akmal aka, endi hozir Buxoro estradasini o'sha 95-yildan boshlab bu yog'ini ko'rsam, qarasam, avtorskiy qo'shiqlar juda kam ishlangan ekan-a? Ha. San'atkorning o'zini avtorskiy qo'shiqlari yoki ko'p ishlangan u hit bo'lmaganmi? Yo'q, nima uchun? Oldin mana aytaman sizga, shu har bir san'atkorni avtorskiy qo'shig'i borligi uchun to'yga chaqirishardi. Juda e'tibor yaxshi edi-da o'sha paytlar. O'shanga qarab san'atkor ham ijod qilardi, o'zini ustiga ishlardi. Ana, например, har bitta san'atkorni o'zini avtorskiy qo'shig'i bor edi. O'sha avtor прежде чем to'yga aytishdan oldin, "Yana bu qo'shiq zo'r, o'shani aytamiz. Ana buni o'zini qo'shig'i bor, davay o'shani chaqiramiz." Shunaqa nimalar bor edi-da, shunaqa gaplar bor edi. O'sha paytlar o'sha uchun har bir san'atkor o'zini ustida juda ham yaxshi ishlardi, ijod qilardi. Aka, birinchi ustozingiz kim? Birinchi ustozimmi? Sizga shu klavishni o'rgatdi. Vashi o'zi yosh bo'lganimga men Sharq birga turardik, o'sha payt klub bor edi, domimizni Drop birga bitta klub bor edi. O'sha payt men barabanga qiziqardim. Boruvdim, o'sha Sayfiddin Salihov degan akamiz bor edilar, ustoz, endi u kishi ham ustoz, конечно. O'sha kishini oldiga boruvdik. Dedilar, u kishi oldilar, men Baxtiyor akaga naproyat qildilar. Ramazonovga. U kishi Baxtiyor akam ham ustozim ham o'sha yerda ishlardilar, o'sha klubga. Baxtiyor akaga o'tkazib qo'ydilar meni. O'sha Baxtiyor aka aytdilar, "Davay, sen barabanni u yoqqa qo'y. Sen kerak emas baraban, sen klavishni o'rgan." Men klavish cholardim-da o'sha payt. O'sha payt uyda bor edi instrumentlar. Fundament bo'lganda, demak. Bor, o'sha klavishni bilaman yaxshi. Baxtiyor akam aytdilar-ki, "Davay, sen klavishni o'rgan, lutf sen klavish yaxshi cholasan." O'sha paytlar endi klubga Vermona, germanskiy nimalar, sintezatorlar, klaviatura bor edi. O'sha payt keyin Baxtiyor aka o'shani menga o'rgatganlar, ustoz. O'shani как положено, qanday cho'linadi, bu qo'l qanday ishlaydi, bunisi qanday ishlaydi.
hammasini otido qilib professional qilib menga hozir yosh ijodkorlar bor-ku, oldinda shu klavishni o'rganaman, sensatorni o'rganaman deydiganlar uchun o'sha boshida qanaqa ko'nikmalar bo'lishi kerak? Mana hozir siz mana shu noldan boshlagansiz. Основной shu gammada do re mi fa sol la si, там keyin уже diezlarga o'tish kerak, keyin уже garmoniyaga o'zini nimalari borda, etaplari bor. Mana shu asta-sekin o'rganib ketishadi. Shuni o'rgangansiz. Baxtiyor akam shuni o'rgatganlar ustozimiz. Bir kun nima bo'ldi-yu, men qaysi to'yda gruppa Sayot bor edi, Kogon, Kaganskiy gruppa. O'sha solist kim? Ularga kim edi solist? Ahmed aka edimi, nima, по-моему. И Volodya klavishga edi. Volodya aka. Bunisi bilan akkompaniment uribdi, chalibdi. Bunisi bilan solo chalibdi-da. Opa. Keyin men bugun hayratda. Siz birinchi marta ko'ryapsiz-da unaqa holat. Keyin men bugun keldimda ustozimga aytdim, Baxtiyor akamga. Shuna. Davay, sen ham bilasan, undan yaxshi cholasan, davay. Ova. Motivatsiyani qarang. O'rgan, davay, shu narsani o'rgan. O'sha narsani ham o'rganib qoluvdim-da, o'sha Baxtiyor akam davay o'rganasan, mana shuni o'rganasan, cholasan. Deb motivatsiya berganlar, o'rganganimiz, cholib ketganimiz zo'r. Bunisi bilan akkompaniment, bunisi bilan solo ketibdi. Wow. Bu qanaqadir boshqachada va shu zo'r. Oliy ta'limni ham olganmiz shunda musiqa borasida? Yo'q, biz sredniy. Endi men shkola o'qidim, akkordeonga yoshligimda. O'sha shkolaga borganman, dalshi shu bilan qanday desam, men yaxshi cholishim uchun mani gruppa qilib nima qiluvdilar, bitta gruppaga klavishni qilib qo'ydilar. Ustozimiz o'sha payt klublarga nima bor edi, krujoklar. O'sha yerga ham ishga olganlar. Endi men kiraman deganimga, o'qishga kiraman deganimga, bular aytganki, "Sanga nima kerak?" Davay, uchun ishing yaxshi-ku, yo'q. Shunaqa qilib bosganmiz. Baxtiyor aka Ramazonovdan keyin yonlarida necha yil bo'lgansiz, keyin alohida sekin sayr guruhiga o'tgansiz. Shunaqa bo'lganmi shunda? Sayr guruhi Baxtiyor akam bilan o'sha Soyuz payti edi-da. 91-yildan oldin. Где-то 88 edimi, nima, по-моему. Siz birinchi marta qo'lingizda klavishni 88, keyin уже 89 bitta gruppa создаваться bo'lindi, qildilar bu kishi, Baxtiyor akam. O'sha ravza klavishnik bo'lib ishladik. 93-yilga o'zimizning sayr guruppani tashkil etdik, короче, keyin. Birinchi qo'shig'i sayr bo'lib. Shu birinchi qo'shiq 93-yil Omadi. O'sha sayr, chista sayr gruppa bilan chiqqan Omadi degan qo'shiq chiquvdi birinchi. Yaxshi qabul qilishgan o'sha qo'shiqni. O'sha qo'shiq zo'r ketdi-da o'zi. Populyarni bo'lib ketdi, o'sha pikka chiqib ketdi. Necha yil yashagan u? 93 bo'lsa agar 96 gacha yashagan o'sha qo'shiq. Sayrni ushlab turgan. Shunday. O'sha har bir qo'shiq 5 yil ushlab turardi. Ana shu haqida gap ketyapti. Hozir shu tug'ildi, o'ladida. Shunday bo'lsa, u payt unaqa emas edi. Shu ma'noda so'rayapman. Tug'ilardi, yaratilardi. 5 yil o'sha gruppani nimasini ushlab turardi o'sha. Nomini ushlab turardi. Lekin undan ham zo'r bo'lsa agar 7 yil spokojno ketardi-da. Bu sizning tajribangizdan. Endi men o'zim fikrimni aytyapman. Может, boshqalarga boshqachadir endi, я не знаю. No, bizdan shu Ayay Gulnora hozirgacha hitdi. Hozirgacha mana aytdim-ku, kecha to'yga ham qaytib so'rayaptilar shu qo'shiqni. Chunki bu qo'shiqni o'zini to'yiga men ijro etganman, o'g'lini ham to'yiga o'sha qo'shiqni so'rayapti ko'pchilik. Chunki o'sha davrni eslatadi. Yoshligini eslatadi u qo'shiq. Yaxshi nimasini eslatadi. O'sha uchun hozirgacha so'raylar shu qo'shiqlarimizni.
Omadiy 90 nechagacha ushlab turgansiz? Omadiy 93 chiqarildi, 96 gacha grimet qildi. Biza o'sha payt stop degan narsa yo'q edi-da, постоянно ijod, постоянно qo'shiqlar chiqardi. 97-yil Ayay Gulnora chiqdi. U вообще bomba bo'lib ketdi hamma joyga. O'zbekiston uni hit bo'lib ketdi. O'zbekiston. Menimcha sizni yanada Akmal Nosirov bo'lishingizga sababchi bo'lgan qo'shiq o'sha. Ayay Gulnora ham ancha ketdi. Keyin 2002 yo 3-4 edimi? Bambi Bambu chiqdi keyin. U ham pikka chiqib ketdi. Bambi Bambuni klipini kim suyon qilgan aka? Abdulla aka Rajabov. Abdullajon Rajabov, o Istiqlol. Shu o'rinda minnatdorchilik bildiramiz. Abdullajonga katta rahmat deymiz. O'sha Abdullajon olganlar klipni. Bu klip ham o'sha populyarni bo'lib ketuvdi o'sha paytlar. Qizlarni qayerdan topgansiz aka? Shu kommentariyaga kirsam nuqul qizlar so'raydi. Qizlarni Abdulla aka o'zlarimi? Abdulla aka topardilar. Azil Abdulla aka. Shunaqa. Gap yo'q. Abdullajonga hozirgacha yaqinga ham bitta klip olib berdilar. Hozir Shuhrat aka bilan olgan. Yo'q, mana o'zlari oldilar davlat bilan ikkovlari. Shuhrat Sodiqov bilan bo'lgan duetni aytyapsiz. Nazarda tutyapsizmi? Da, jaqaladi. Uni Abdulla zo'r vashi. Ipak va ziravorlardan o'sha festival jarayonidan olingan. Ko'rishni tavsiya qilamiz do'stlar. Ham Amerika, ham Buxoro, xullas zamonaviy совместно. Da, zo'r klip chiqarilgan. Lekin chotki chiqqan klip. Rahmat Abdullajonga. Men постоянно Abdullaga oldiraman-da, chunki men bilaman-da, u obyektivlarni chotki qo'yadi, ranglarni zo'r beradi. Ishin ustasi. Vashi super gap yo'q. Keyin любой joyga o'tadi-da uni klipi. Pretenziya yo'q o'sha. Toshkentga aytasizmi, boshqa joyga aytasizmi, raz ko'radi. Ularni bilasiz-ku, to detalgacha e'tibor beradi. Shunday. Lekin Abdullohning ishini juda bir yuqori nimada qo'yaman, yaxshi zo'r. Gulnora necha yil yashadi shunda? Ayay Gulnora qo'shig'i. Gulnora necha yil yashadi? Gulnora qo'shig'i bir 7-10 yilgacha ketdi. Даже ana hozir ham so'raylar-ku to'ylarga. Aka, o'sha eski qo'shiqlaringizdan aytib bering deyiladi. Yangi qo'shiqlaringizga nisbatan menimcha siz o'sha eski qo'shiqlaringiz ko'proq tosh bosadi. Shunaqa desak ham bo'ladi. Lekin yangisi ham yomon emas, zo'r. Yangi уже yangi-da baribir. Ha, to'g'ri. Zamonaviy, zvuklar boshqa, novinka. Shogirdlarga kelganda, birinchi endi men bilan Shamshod ukam, shogirdim yurardi to'ylarga. Shamshod aka xudo. Shamshodjon. Ancha yurib qo'ygan u ham biz bilan. Shunaqa dedilar, kecha gaplashdim. Yaxshi shogird. 10 yilcha birga yurgansizlar? Ha, ancha yurgan, yaxshi shogird. Keyin уже Shamshod boshqa nimaga ishlarga o'tib ketdi. Keyin benom Sarvar Komilla keldi. Sarvar bilan Komilni Ibrohim aka menga olib keldilar. Ibrohim aka u kishi ham ustozimiz desak ham bo'ladi. Kogonlik Ibrohim aka gitaraga choladilar, sochlari uzun bor-ku. O'sha kishi olib keldilar, endi aytdilar, Akmaljon shu bolalarga bir nima qilish kerak, yordam berish kerak, chiqarish kerak. Shu nechinchi yillar aka eslay olsangiz? Taxminan 2000dan keyin edi o'sha. 2000-yildan keyin edi. O'sha Sarvar bilan Komil keldilar. Akajon, bizga endi nima qilasiz? O'zingiz ustozlik qilib o'rgatasiz bu narsalarni. Men aytdim, "Хорошо, gap yo'q" dedim. Har kun kelardi, o'tirardik, o'sha Sharq birga turardik. Bitta xona отдельно полный studiya edi-da menga. Hamma narsa bor edi, instrumentlar, studiyniy narsalar. O'sha yerga o'tirib keyin ijod qilardik. Sarvar bilan Komil bular o'ziga ham juda nimasi bor edi-da bularni. Nima deydi uni? Iqtidor, intilish. Yomon qattiq intilardi bular. Shunday.
keyin o'sha payt Sarvar aytardi, birinchi menga Triton bor edi, Kork. O'sha payt hali beri Toshkentga ikkita bor edi, по-моему. Yulduz Usmonovaga и этот группа bolalardami? Yo'q, Yaladan. Rashid Xoliqov. Rashid Xoliqov. И Sevara Nazarxonga ham bor edi. И bizaga Buxoroga bizaga bordi o'sha narsa. U juda bir o'sha paytlar endi yaxshi instrument edi-da. И Sarvarga o'sha narsani men o'rgatuvdim va Sarvar aytuvdi, menga shuni nima qiling, o'rgating dedi, Akmal aka dedi, men o'zim yozaman. Хорошо dedim, bitta keyin ana bu metronomni qo'yasan, bochka bilan yoziladi, pashagu, o keyin xet yoziladi, mali baraban yoziladi, undan keyin drumslardan keyin bas yoziladi, keyin уже instrumentlar yoziladi. No, hammasini ko'rsatib, o'rgatib berdim. И unga intilish juda ham zo'r edi-da. И o'zi o'sha keyin o'shandan keyin zehn zo'r bo'lganmi, tez olganlarmi shunda? Zehn juda o'tkir edi, zehni juda o'tkir edi, zo'r. Ikkalasi ham yaxshi. И bugunskilarda aka qoching endi. Menga kerak emas. O'zim. Davay. Endi naprotiv yaxshi-ku odamga. Keyin o'zi o'tirib shu yozib, ijod qilib shunaqa qilib nima komil she'r yozardi, bu musiqa yozardi. И o'sha keyin bir kun keldilar bular, aka, Akmal aka, bitta biz nom topdik gruppamizga dedi. Men aytdim, juda bir qiziq bo'ldi-da menga. Men aytdim, "O, yaxshi-ku, zo'r-ku, qanaqa nom aytinglar?" Nima nom? Benom dedi. Men aytdim, "Sarvar, benom qanday bo'ladi u? Nomsiz." Aka, shu zo'r bo'ladi. Siz bizga ishoning-da, vashi zo'r bo'ladi. Haydavaychi dedim, o'zlaringiz bilasizlar, lekin bu benom degan hech narsani nima qilmaydi, anglatmaydi bu. Qanaqa endi bo'ladi? Biron yaxshiroq nom qo'yinglar. Bir ma'noli, bir chiroyli nom qo'yinglar desam, "Yo'q, Akmal aka, shu benom zo'r." Men aytdim, "Haydavaychi tagda benom bo'la qolsin" dedim. "Benommi? Sizlarga yoqadimi shu?" "Ha, aka, zo'rdan shu zo'r benom degan nom zo'r" dedi. Keyin aytdi bular, "Akmal aka, biz Toshkentga borishimiz kerak, yo'q. Biron tanishingiz bo'lsa, nima qiling bizani." Men aytdim, "Хорошо, Toshkentda dedim, Ubaydullo Karimov. Bu ham bir juda bir yaxshi ukamiz, kompozitor, silniy kompozitor, ijodkor. O'zi ham oldinlar chiqardi. И bular o'sha payt Ubaydga bordi. Bitta albom yozuvdik biz, endi biz o'zimizning studiyaga yozuvdik. U albomi bilan bordi u yoqqa. Hammasi chotki eshittirgan. И o'sha bahona Ubayd bilan Taronaga keyin olib bordi. Tarona Records o'sha payt самый популярный. Shunday. Самый популярный edi. O'sha keyin Ubayd bilan Taronaga yetdi. И shu bahona bular Taronaga ijod qilib, shu benom bo'lib Sarvar Komillar tuzilgan. Keyingi shogirdlaringiz? No, shogirdlar juda ham ko'p. Shogirdlar ko'p. Ana Ruslan Rahmon shogirdim, u ham yaxshi bir. Yaxshi shogirdim. Ruslan Rahmonov nechinchi yillar taxminan sizga qo'shilishgan? O'sha sayr. Bular hammasi birga keluvdi biz menga. Ruslan Rahmon, keyin Benom. O'sha payt san'atkor qancha ijod qilsa, o'zini qo'shig'ini, o'zini mahsulotini ko'rsatsa, o'shanga yarasha mevasini olardi, qadri bor edi. Например, avtorskiy bor, o'zini qo'shig'i bor. O'sha uchun chaqirishardi. O'zini qo'shig'i borligi uchun san'atkorni chaqirishardi. To'ylarga, marosimlarga, konsertlarga. Endi hozir men bilmayman, hozir farqi bo'lmay qoldi vashi. Nima endi aytmay endi keyin. Jaqala, zo'r o'tkazar ekan, sho'q o'tkazar ekan. Tamom. Vashi Rustam aka Hamidovni eshitdingizmi gaplarini? Faqat yak dusechor qoldi. Yak dusechor qoldi.
Puqi japaqa все. Endi uzr, endi men. Endi gap kelganda aytiladi. Shunaqa. Svязка слов deydi-ku. Yana shogirdlarni ayting aka, yana shogirdlar qolib ketdi lekin xafa bo'lishadi sizdan. Неужели meni akam eslamadilar deb shaydo bor. Shuhrat, конечно, Shuhrat ham kelgan. Aka, ko'p mehnat zingan menimcha bu odamga конечно, ko'p narsa o'rgatgan Shuhratjon bilan. Shuhrat Mavlonov Nihol davlat mukofoti sovrindori hozirgi kunda klip maker. Hozir ham telefon qilsam, "Voy, aka keling, bitta klip olib berasizga" deydi. Zeran Habibi klipni Shuhratjon olganlar. O'sha paytlar men ham o'zim ham Toshkentda edim-da, endi u yoqqa ham kvartira bor, studiya bor, ijod qilamiz. Xudoga shukr. Lekin sizon payti men Buxoroga bo'laman. Chunki Buxoroning to'ylari baribir zo'r. Taxminan necha pul ketgan mana shunga? O'sha pay $7000 ketgan. Bitta klipga. Bitta klipga. Lekin o'sha omadli kelgan bilasizmi? Haybi, конечно. Buncha pul ketadi. Shuncha pul ketgandan keyin qanday omadli bo'lmaydi bu? Shuhrat akani o'zi uchun ham yaxshi bo'lgan. Shuhrat lekin молодец, o'sha ideyani berdi. To'yda birinchi chalgan klavishingiz qaysi edi? Lel. Sovetskiy. Yamaha ham emas, a? Yo'q. Yamaha keyinchalik chiqqan-a? Yamaha o'sha payt bor edi, no defitsit edi-da. Narsalar hammaga ham yo'q edi u narsa. Qimmatdan ba'zi bir nimalarga. Aka, narxi qancha bo'lgan taxminan hozirgi holatda? Bitta mashinani puliga edi-da. Serios. Hozir $10,000 bo'larmidi shunda? $8,000, $7,000 bo'larmidi? 6,000 so'm edi Sovetskiy nimada. O'sha payt 6,000 ga Jiguli berardi endi yurgan. Yangi emas endi. Tushundim. Yamaha narxi shuncha bo'lgan. Apparaturalar-chi? Endi apparaturalar bilmayman. No, Yamaha shunaqa bo'lgan. Siz olganmisiz o'shandan? Men sotib olganmisiz? Bitta Jiguli. Endi bitta gap, o'sha payt biz instrument jinnisi edik-da. Undan keyin o'sha payt endi xatori 6,000, 3,000 ga ham bor edi. 4,000 ga ham bor edi. Endi har xil edi-da. Chet eldan keltirilardi u, Yevropadan. Eng zo'rlari vahshiy qimmat edi. 10,000 gacha edi. Opa. Eng zo'rlari endi. O'sha paytda Toshkentda bitta kvartira olarsiz. Men aytmoqman sizga, keyin o'sha ana bu keyinchalik 2000-yildan keyin, yo'q, 2000-yil, bu yili 99-yil edimi, по-моему. O'sha payt o'sha yangi Triton chiqqan payt, men o'shani olaman degan payt, Xudo rahmatli dadam aytdilar, "Bacham, ikkita uy beradi buni puliga, 2 xonalik. Nima qilasan-da? Uyni sotib olgin, uy senga yaxshi-ku, erta bolalaring katta bo'lsa yashaydi." Yo'q. 1100 ga 2 xonalik uy berardi o'sha payt. $1,100 ga. Abza $2,500 ga instrument olganda biza u pulga ikkita 2 xonalik uy berardi. Instrument jinnisida endi nima deysiz? Keyin rahmatli dadam aytadilar, "Bolam, mana shunaqa qilgin o'g'lim. Dada, bizga instrument kerak, bizga uy nima kerak?" Yo'q. Shunaqa bir davrlar ham bor edi-da. O'sha davrni qarashi shunaqa bo'lganda endi shunaqa. Qo'y, lekin aka. Shunaqa bo'lgan. Toshkentdagi uyni qachon olgansiz keyin? Uni nima uchun olgansiz o'sha Toshkentda? O'sha 2010-yil. 2010-yil. Oldim. Necha pulga olgansiz o'sha paytda? O'sha payt $18,000. San'at orqasidan emas. Agar $2,000 ga mana bu klavishni olmaganingizda balkim u pul bo'lmasmidi. Mumkin. San'atkorning qadri hozirgi, конечно, klavish qancha narsani ishlab berdi уже. Shuni deyman-da. Xudoga shukr. O'shani olmaganingizda hammasini ishlab berdi. Uchastka, mashina, uy, yo'q. Instrument tufayli. Chunki u ijod qilib biza o'sha instrument orqali biza nomni chiqarganda biza. Non topar.
Endi instrument bo'lgani bilan uni chalish ham bor-da. Instrument bo'lgan bilan uni chalish bor, u zaps qilib nima qilish bor, zvuklarni terish bor, qaysi zvuk bilan qaysi zvuk sachitatsiya qiladi. Unga ham kalla kerak-da. Agar kalla ishlamasa, agar nima foyda uni to'g'ri olib yurish. Asosan qaysi programmalar bilan ishlangan aka? Ovoz yozadigan. Cubase, Nendo shular bilan? Birinchi o'sha paytda endi kompyuter ham kam edi. O'sha davrda. Keyinchalik уже chiqdi kompyuterlar. Nuenda bor edi. Nuenda 2 bilan ishlardik biz. Pentium 3 kompyuterlarda. Kompyuter Pentium 3 birinchi oldik. Keyin uni sotib Pentium 4 ga o'tdik. U bitta yangi narsa chiqsa, yangisi chiqdi, davay o'shani olamiz. Shunaqada endi san'atkor hamma shunday bo'ladi. Texnikani to'xtatib ham bo'lmaydi, har kuni yangi. Keyin Pentium 4 ga o'tdik. U bilan shu Nuenda 2 ga ishlardik, keyin 3 ga o'tdik. Nuenda 3 keyin уже Cubase chiqdi, 5. Cubase bilan ishladik keyin. Cubase 5 keyin 7, keyin 12, 14. Dальше ketaveradi. Shundan keyin уже yangi nimalar ham chiqdi, ko'p chiqdi уже programmalar. Logic chiqdi, FL Studio chiqdi, Ableton chiqdi. Hammasiga ishlaganmiz. Xudoga shukr, hammasini уже bilamiz. Hozir qaysi programmada ishlayapsiz? Hozir Cubase 14 da ishlayapman. Qulaymi? Yaxshi, zo'r. Возможность juda yaxshi, zo'r. Keyin Logic. Apple bilan ishlayman. Endi o'rganmoqchi bo'lganlarga qaysi birini tavsiya berasiz? Endi shogirdlarga. Shu 12 yaxshi. 7, 12. Yana shogirdlar esdan chiqib qolibdi. Alfred bor. Gitarist Alfred. Yaxshi shogirdlardan biri. Ulug'bek Ashurov bor. Ular ham studiyaga ishlaydi, ijod qiladi, o'z ustiga. Zo'r shogirdlardan. Juda ham yaxshi shogirdlarim, bular ham. Ayting aka, qolib ketishmasin. Ulug'bek Ashurov, Alfred Samadov, молодец. Alfred nimalik? Navoiylikmi shunda? Yo'q, nima G'ijduvon? G'ijduvonlik uzr. Navoiylik deb ana Rahim akaning sostavida edi o'sha yigitni aytyapsizmi? Rahimjon bilan yurardi birga. Hozir qaysi sostavda bilmadim. Lekin qo'li yaxshi. Hozir ham chiqadi, shu Rahim bilan chiqadi. Inakda o'zi nima qiladi? U ham intelligent bola. Nimasi yaxshi-da. Qiziquvchan, musiqaga, hamma narsaga intiladi, studiyaga. Kстати, o'sha studiyani ham men o'rgatdim unga. U ham keluvdi, Akmal aka, menga o'rgating yo'q deb. Shu polni o'sha studiya sekretlari bor-da endi u narsalarni, nima studiyani. Ayting, agar aytadigan joy bo'lsa. Birinchi shu akani eng zo'r sekretlarni o'sha Alfredga o'rgatganman. Alfredga. Молодец. Bittaga u ham oladi, xuddi sarvarday. Nimasi kuchli. Bittaga oladi. Sidechain degan narsalar bor. Birinchi chiqqaniga hech kim u narsani tushunmas edi. Kelibdi Alfred, Akmal aka, shu narsani hech tushunmayapman. Shuni menga o'rgating, qanaqa bo'ladi u? Keyin men aytdim, Alfred, хорошо bo'ldi, men senga o'rgataman dedim. Unisiga bordim deydi, bunisiga bordim, ko'rsatmaydi, aytmaydi. O'rgatmaydi deydi. Akmal aka, o'zingiz o'rgating. Хорошо bo'ldi, gap yo'q dedim. Agar dostoyni uchinik bo'lsang, o'rgataman dedim, gap yo'q. Shunaqa. Yaxshi, hozirgacha молодец. Nima desam yo'q demaydi. Aka, san'atkorman shu sizni holatingizda muzikant bo'lib 1 yilda toza $15,000 ishlasa bo'ladimi? Yo'q. Ad dushi ishlayman desangiz.
bo'lmaydi. Ha, endi bo'ladi. Ungacha qancha mehnat shuni deyman, talab qiladi. U misol 20 kerak. yil, 30 yillik tajribadan kelib chiqib sizni holatingizda ishlasa bo'ladimi? Toza. Yo'q. Endi o'sha paytni men aytaymiz-ki, o'sha payt. Rostini aytsam, bitta sezonga o'sha payt 10-12 ishlardik biz. Кроме yeb ichish, kiyish, кроме расходов. Ayay Gulnora davrini deysizmi shunda? 10-12. Ha, to'g'ri, lekin 15 gacha borardi. Lekin o'sha payt. Shuni deyman-da. O'sha payt, o'sha davrda. Hozir bilmayman, может ishlasa bo'ladi, lekin endi u ko'p mehnat talab qilinadi-da, u chiqishi kerak, nomi chiqishi kerak, uni qo'shig'i hit bo'lishi kerak, o'sha qo'shiq uchun chaqiradi uni. Shu darajaga chiqish kerak-da, o'sha darajaga chiqish kerak-da, короче. Hozir даже ko'p ishlasa bo'ladi. Undan nima? Ha, конечно. O'sha paytda 1 yilda, demak, tushunishimcha, bitta Toshkentdagi o'sha 2 xonali uyni pulini ishlagansiz 1 yilda. 1,5 yilda keyin 2 sezonda deylik. 1 yil emas, ha, endi keling maksimum 2 yil. 2 sezonda ishlagansiz. O'sha payt. Endi uni mehnatini biz faqat icebergni ko'ramiz-da. Uni tagidagi pastida qancha mehnat yotdi, yillar davomida qilingan. Конечно, mehnat. Ana hozir ham bitta hit chiqarish, hit qo'shiq chiqarish juda qiyin narsa bu. U uchun qancha mehnat talab qilinadi. Shuni. Qancha mehnat qilish kerak, so'zlariga e'tibor berish kerak. O'sha so'zlari чтобы запоминающий bo'lsin. Musiqa bittaga shu kirib qolsin mana bu yerga. Shu narsalar katta mehnatda bu. Aka, shu sun'iy intellekt haqida so'ramoqchi edim. Nima deb o'ylaysiz? Kelajakni qanday ko'ryapsiz bu sun'iy intellektni? Juda og'riqli, ha? Intellekt. AI. Ha, o'sha ko'p kishi o'sha ana ko'ryapmiz-ku, hamma o'sha mashinasiga o'sha narsani eshitib yuradi. Endi kelajak bilmayman qanaqa bo'lishi mumkin. Lekin hozir hamma shu narsaga o'tib qolgan. Keraksiz bo'lib qolishmaydimi aranjirovщикlar? Endi sun'iy intellekt o'g'irlab qo'ymayaptimi ishni? Dальнейшем agar bular yanada kuchayib ketsa agar bo'lishi mumkin. Shu sun'iy intellekt yaramas o'zini ham o'zi rivojlantiryapti-da. Ichida o'zini rivojlantiryapti. Ana hozir уже kerak emas-ku. Через sun'iy intellekt qiladi hammasini. Faillarni ham olib tashlayapti. Sunoga tashlayapti, tayyor qo'shiqni olib o'qib yuribdi. Endi bu baribir bilinadi. Bu bilinadi. Endi oddiy xalqqa bilinmaydi-da. Oddiy xalqqa bilinmaydi. Lekin bo'lishi mumkin, bora-bora kuchayib ketishi mumkin. Даже может aranjirovщик ham kerak bo'lmay qolishi mumkin. Endi bilmayman, yana uni Alloh biladi. San'atdagi tanilishda qaysi bir ko'proq muhim, mehnatmi yoki omad? Ikkalasi ham. 50-50mi? 50-50. Chunki ko'pincha mehnat talab qilinadi. Ko'pincha mehnat. Omadga erishish uchun mehnat qilinadi. Конечно, omad birdan kelishi ham mumkin, u narsani ushlab bilish kerak-da, o'sha narsani. Siz o'zingizni omadlimi yoki mehnatli deb hisoblaysizmi? Ham mehnatli, ham omadli. Omadni qayerda ko'ryapsiz, mehnatni qayerda ko'ryapsiz? Endi mehnat vaqtiga qilingan, endi omadni ko'ryapmiz. Shunday. Hozir yana ijod bo'lyapti, Xudoga shukr. Ayay Gulnora misol Bambi Bambu, ha? Misol o'sha qo'shiqlar bilan birga yana boshqa qo'shiqlar ham chiqarilganmi? Yo'q, umuman chiqarilmasdan bitta qo'shiq portlab ketgan. Yo'q, yana qo'shiqlar chiqarilgan, mana Habibi chiqdi, u ham hit bo'ldi. Yo'q, o'sha davrda deyman. Ha, o'sha davrdami?
o'sha davrda chiqarilgan edi. Endi prosta stil boshqacha edi. Bir xil 608 emas edi. Dance ham ijod qilganmiz, medin narsalarga ijod yemagan. Bu qo'shiqlar yemaganda endi. Yemagan ham bor, yegan ham bor. Hit yana qaysi edi? Nechta avtorskiy qo'shig'ingiz bor aka? Avtorskilar ko'p. Nechta? 50 ta bormi? 20 ta bormi? 30 ta bormi? 20 ta bo'lishi kerak. Mayda qo'shig'imiz bor edi, u ham hit bo'lgan. Bitta ixir go'yo qiling. Mayda dilbarakimo mayda dilbarakimo mayda raqsidan oshmayda raqsidan oshmayda. Bu ham hit bo'ldi. O'sha paytlar. O'sha Gulnoralar bilan birga. Скорее всего, oldin 94-yil edi bu ashula. Keyin Gulnora chiqdi. Vot keyin yana qaysi nimalar bor? Bobur akamning she'rlaridan sevgim mening, sevgilim mening. U dance stilga bo'lardi-da. Ups-taps shunaqa stilga. Sevgim mening, sevgilim mening. Qo'shig'ingiz haqida hozir bir narsa, siz Samirga u qo'shig'ini sotganmisiz yoki shunchaki berib yuborganmisiz yoki Samirga endi bu ham bir qiziqarli voqea bo'ldi. Bitta studiyaga o'tirgan payt Samirjon kelib qoldilar. Keyin o'sha payt Samir aytdi, Akmal aka, bitta yaxshi qo'shiq kerak menga, nima qilaman yo'q. Keyin bu qo'shiqni chiqardik, o'zi уже давно chiqdi. Keyin aytdi, shu qo'shiqingiz dedi, cho'ta nimadir bo'lishi mumkin dedi-da. Shuni bering menga ijro etay, endi siz aytib chiqqansiz dedi. Men lekin Toshkentdan chiqaraman shuni qo'shiqni dedi, chiqarmoqchiman. Men aytdim, "Хорошо, gap yo'q" dedim. Shu bahona u bir qancha studiyalarga borgan, qo'shiq ko'rgan. Oxiri kelib shunga to'xtaldi-da, shu Bambi Bamboga to'xtadi-yu, shuni olaman dedi. Хорошо, dabro berdik. Keyin уже shuni boshqatdan aranjirovka qilib, Maqsud degan jo'ram bor. Do'stim, yaxshi do'stim Maqsudjon Bekmurodov. Aranjirovka qilib berdi. O'sha qo'shiqni qaytib chiqardi u. O'sha orqali yana tanildi. Samir yaxshi bo'lib ketdi. Demak, hozir muallifligi avtorskiy Samirga tegishli, shunaqami? Shunaqa. Siz hozir televideniyada chiqolmaysiz qo'shiq bilan. Kategoriyalik. O'sha Bambi Bamboni, shunaqami? Уже все, unga berdik. Xat qalam hujjat qilingan, qo'l qo'yilgan. Shunaqa qilingan shunda. U darajaga emas, endi biz qanday desam, Samir bilan yaxshi aka qarindosh desak ham bo'ladi. Shunday kelishib berilgan. Zo'r. Aka, mana shu sizni muvaffaqiyatingizni ta'minlaydigan qaysi odatingiz bor? Mana shu odatim bor-da, mana muvaffaqiyatli qilgan deysiz sarda. Shunaqa odatmi? Shu bitta ideya kelsa, shu kallaga bitta qo'shiq keladi-ku. 2 kechasimi, 3 kechasimi? Shunday turaman, shu narsani qilish kerak, tom. Хотя-бы yozib qo'yay ideyasini. Esdan chiqib ketmasin. Esdan chiqmasin. Keyin уже современным aranjirovka qilib taxlayman deganda. Shu birdan keladi-ku. O'sha payt lent bo'lmayman-da, spokойно turaman, shuni qilishim kerak, tamom. Shuni hozir yozib qo'yishim kerak. Chunki keyin уже ketadi, boshqa uni ushlab bo'lmaydi. Turib ideyani yozib pianino bilan zapis qilib qo'yaman-da. Shu narsalarim sizga plyuska ishlagan. Plyuskada bo'ladi shu narsalar. U hit bo'lgan qo'shiqlaringiz ham shunaqa yaralganmi? Shunaqa. Kimdan ilhomlangansiz o'sha payt? Hech kimdan, o'zimda. Agar xonanda bo'lmaganingizda kim bo'lardingiz aka?
xonanda, kompozitor bo'lmaganingizda. Xonanda bo'lmaganimdami? Stomatolog. Вот это поворот. Shunaqa bir nima bor edi, lekin o'sha paytlar qiziqish bor edi. Или этот какой-то доктор. Zo'r-ku. Shunaqa. Hali amalga oshmagan orzungiz bormi? Yo'q, hamma orzular amalga oshgan, amalga oshmagan orzular hammaga ham bo'ladi, bundoq bo'lganda. Bir kam dunyo. Bir kam dunyo. Xudoga shukr, menga hamma narsa, hamma yetarli, xudoga shukr. Farzandlarim bor, nevaralarim bor. Men bundan juda baxtliman. Endi kelajakka xudo xolasa orzular, niyatlar ayting. Erishaylik. Shu qaysi rejalar bor? Men sizdan bitta konsert kutyapman. Konsertmi? Mayli. Yubileyni. Konsertni programma qilish orzu niyatlar bor. Xudo xolasa yangi qo'shiqlar yaratilish. Sizda hamma narsa bor-da, aka. Bilim bo'lsa, texnika bo'lsa, klavish bo'lsa, shuncha yil tajriba bo'lsa, o'tirib ishlash kerak. Shu aka, shu deymanda, mazza qilib. Endi hozir mana imkoniyatingiz ham bor. Uni ustiga o'zbek filmdan siz har kuni bezovta qilib, qanaqa musiqalar yozib ber deyishmasa. To'g'ri. Deymanda. O'sha hozir xuddi 18 yoshdaqa chiroyli ko'rinish bo'lsa, har kuni to'yda boboyku. Siz o'zingizga shunaqa nima berasiz-da, ta'rif berasiz. Rahmat. To'yda bo'lsangiz, xalq so'rasa, qo'shiqlaringizni so'rayotgan bo'lsa, bosish kerak aka, bitta chiroyli zo'r konsert berib. Tushadigan ham topilishi kerak, sababi o'sha davrlarni eslatasiz. 2000-yillarni, 95-yildan 2000-yillarni eslatasiz. Shunaqa istiqlolni qo'yganimizda, koinotni qo'yganimizda o'sha qo'shiqlar ketardi. Meni ham yoshligim bilan bog'liq o'sha xotiralarim bor, sizning qo'shiqlaringiz bilan hamohang o'sha. Shunaqami? Biz xursandmiz bundan juda. Shamshod aka, qancha shogirdlaringizni tarbiyalab, ularga qo'shiqlar yozib bergansiz. Shamshod ham o'sha paytlar chiqdi, bir kliplar, qo'shiqlar bilan. Endi o'sha paytning davri bir boshqacha ekan. Shogirdlar bilan deyman. Shogirdlar bilan o'tirib zo'r konsert berilsa zo'r bo'lardi deyman hozirgi kunda. Xudo xolasa. Shuncha mehnat qilingan deymanda, baribir xalq unutmaydi-ku. Ko'rib turibsiz-ku. Xalq unutganida siz kecha to'yga chiqmaysiz. Misol uchun deymanda, buni har kuni bir rovga chaqirishadi yoki konsertlar, dejurniy to'ylarimiz bor. Конечно, kecha to'yga bordik, yana bir 3-4 ta joyga taklif qilishdi. Yaxshi. Endi hozir ham yaxshi qo'shiqlar ijod qilsa bo'ladi. Hozir ham lekin shu boshqalarga yozamiz. Vaqtmi? Vaqt masalasi bir ozgina nima bo'lyapti. Kimlarga yozib berdingiz oxirgi marta? Oxirgi paytlar hit bo'lgan qo'shiqlarni sanab bering agar bo'lsa. Endi hit emas, no, tak, normalniy qo'shiqlar. E'tiborga tushgan qo'shiqlar bor. Amuraga yozamiz. Amura yaxshi singlimiz bor Toshkentdan. O'sha kishi bilan birga ishlayapmiz hozir. U kishini gruppalaridagi ustozlari Fathulla aka, o'sha kishiga yozib beryapman. Oxirgi payt mana hozir gruppa Sitora отдельно bo'lishdi hammalari. Leyla, Kamila, endi Feruza Amerikada. Shunday. Hozir oxirgi paytda biz Alisherjon bilan nima qildik? Hamkorlikda prodyuseri. Leyliga prodyuserda hozir. O'sha kishi bilan ishlayapmiz. Bir ikkita qo'shiq qilib berdim. Qanaqa qo'shiq? Ismi nima? Eslay olasizmi? Bittasi Azizam degan. O'zbek zamondan? O'zbek, fors. O'zimizning nima tilda, tojikcha, o'zbekcha ikkita variant qilib berdim-da. Endi qaysini tanlasa, qaysi ma'qul kelsa, o'shani ijro etadilar. Ikkinchisi, endi uni hali so'zlari yo'q. O'sha musiqa qilib berdim aranjirovkasi bilan. Endi so'zlarini o'zlari nima qilib shoirga yozdirib oladilar.
Shular bilan hozir ishlayapmiz. Yaxshi yomon emas. Zo'r. Aka o'zingizning yakkaxon konsertingiz bo'lmagan-a? Faqat gala konsertlarda chiqasiz, menimcha. Yakkaxon konsertlar bo'lgan. Endi o'sha paytlar. O'shani deyman-da. Nechinchi yil bo'lgan? Sayr payt. Syomka bo'lmagan-a u? Syomka bo'lgan, endi ular yetib ketdi, yo'q. Shunday mana YouTube'da shu qidirdim, aka, Stolni konsert ko'p bo'lgan bizda. Stolni konsertlarni Buxoro kinoteatrida biz qo'yganmiz o'sha paytlar. Sayr gruppasi. Endi o'sha paytlar syomka qilgan bolalar ham oddiy kamerada olinardi. U payt texnologiya uncha nima emas edi-ku. Endi o'shalarni biz arxivga olib qo'ymaganmi biz shu yetib ketganda o'sha narsalar yo'q o'zi. Chunki o'zim men qidiryapman, hozir ko'p kishi so'raydi, o'sha narsani topolmayapman. Yo'q-da narsa. E'tiborsiz bo'lganmi o'sha payt. Kerak bo'lmagan, ehtiyoj bo'lmaganda bir kishi aytmaydiki, olib qo'y, ertaga kerak bo'ladi. Shunday, arxivda shunaqa bo'lib qolgan. Lekin syomka bo'lgan, sonli konsertlar juda ham ko'p bo'lgan. Rayonlarda biz turne qilganmiz, konsertlar qo'yilgan. Ko'p o'sha paytlar vobshe stadionlarda madaniyat uylarida organizatorlar ko'p edi o'sha payt. Konsertlar ko'p bo'lardi. Ko'p biz даже o'sha paytlar sami pik davrimizda o'sha 12 ta rayonga biz podryad konsert qo'yib chiqardik, turne bo'lardi. Viloyatlarda endi kam bo'lgan-u. To'y xizmatlari ko'proq bo'lgan. To'y bo'lgan, to'y ko'p bo'lgan. Butun viloyatlarni aylangansiz? Даже Qozog'istongacha borganmiz. Qozog'istonga Jettisoy degan joyda to'yga taklif qilishganda, skорее всего, Baxtiyor aka degan kishi bor edi. O'sha kishi bizani olib boruvdilar to'yga. Qozog'istonga. Aka, eng qiyin o'tgan to'yni eslay olasizmi? Yo'q. Bunaqa narsa sizga begona, hech qanaqa qiyinchilik bo'lmaydi. O'zini ishini ustasiga любой davrada, xohlagan, istalgan davrada. Endi, например, bizani qo'shiqlarni juda sevib eshitishgan, orzu niyat qilganda shu imенно shu gruppa kelsin. Qiyinchilik bo'lmagan deydi. O'sha paytda живой aytlarmidaki yo'q programma? Чисто живой hamma o'zini ishini qilardi. Cholib aytardim men sintezatorga, cholaman и aytaman. Gitarist o'zini ishini qiladi, barabanchik o'zini ishini qiladi. Чисто живой edi o'sha payt. Endi qiyinchiliklar bo'lgan bo'lsa ham men eslolmayman. Unutgansiz. Balkim bo'lgandir. Eng qattiq olqish, eng zo'r olqish olgan konsert yoki to'yni eslay olasizmi? 97-yil o'sha Spartak stadion. O'sha Ay Gulnora qo'shig'i ijro etilgandan keyin ves stadion chiqdi-da, qo'lini ko'tarib. Ana shu olqishlar o'sha esimdan chiqmaydi. Juda bir zo'r olqishlar bo'lgan edi o'sha payt. Zo'r xotiralar, aka. Yaxshi, конечно. Ajoyib xotiralar. Baravar qo'shig'ingizni kuylagan joylari ham bo'lgan? Siz bilan birga baravar qo'shig'ingizni kuylagan, hali mikrofonni tutsangiz. Muxlislarmi? Juda ko'p bo'lgan bunaqa narsalar. Ayniqsa shu rayonlarga borardik, konsertlarga o'sha paytlar. Mikrofon, vau, zal baqirib aytishardi-da, boshqacha his qilasiz. Qilgan mehnatingizni mana shu joyda samarasini ko'rsangiz, zo'rda, zo'r shu narsa. Yana ijod qilgingiz keladi. Конечно, yana qo'shiq yaratgingiz keladi. O'sha davrni nimasi xotiralari zo'rda aka, baribir. O'zingiz uchun. Da. Yana eslanadigan xotiralar bormi? Shunaqa chiroyli, yoqimli. To'yda kutilmagan voqealar, kulgili hodisalar. Shunday bunaqami? Bo'lgan. To'y zakaz oldik. Turon Plaza bo'lgan hozir. Turon to'yxonasi.
Fayzul aka degan bir akamiz to'y zakaz qiluvdilar. Turonga yozib qo'ying Akmaljon. Bir bu ancha bo'ldi bunga. Keyin yozib qo'ydik. Где-то bir 4 kun qolganda, 1 hafta edimi? Telefon qildilar u kishi. Aytdilar, Akmaljon, yakta izmenение shut, hami Turonne restorandiga shut dedilar-da. Lekin o'sha payt men bilmayman, to'yga edimmi, to'g'ri eshitmay qolganman-da. Studiyaga edikmi? Restoran o'zgargan, to'yxona manzili o'zgargan. Biz to'yga edik. O'sha payt u kishi telefon qilib menga tushuntiribdilar. Akmaljon, okajon, to'yxona alishut. Endi biz to'yga xizmatga, aka, sevinchga kelinglar deganlar-da u kishi. Men Xo'p degani ish bilan ovora. Izdan chiqqan. Keyin endi bizga daftarga Turon yozilgan. Raz o'sha kun keldi. Biz endi bitta odatim bor-da, meni bolalarga ham aytaman. Barvaqt chiqamiz-da bizlar. Barvaqtroq chiqib to'yxonaga borib, narsalarni, instrumentlarni, apparaturalarni nastroyka qilib, spokойно o'tirib, choyni ichib, gurung qilib o'tiramiz deb aytaman-da men постоянно. Aslida ham shu to'g'ri-da. Bo'lmasa bolalar aytadi, Akmal aka nima kerak buncha barvaqt borish? Qo'ysangchi deyman, keyin boramiz. Spokойно nastroy qilamiz, o'tiramiz, choy ichib, maza qilib, gurung qilib o'tiramiz, gaplashib. Shunaqa odatim bor-da. Keyin bordik biz Turonga. Borsak agar u yerda Raimjon, Raim Raufiy to'yda. Endi men ham aytgan-ku, Turon degan siz yozib qo'ygansiz. Raim nima dedi? Akmal aka, siz ham xizmatgami? Zo'r bo'lar ekan aka, birga hayot qilamiz-da. Men aytdim, Raimjon, davay bunday qilamiz dedim. Sizlarning apparatura qo'yilgan ekan. Shunday tursin dedim. Biz instrumentlar bilan kiramiz. Sizlarning apparat dijurga tursin dedim. Bizning apparat mashinaga turibdi. Endi tushirmadik-da, endi bor-ku o'zi Raim Raufiy xizmatda. Hojat yo'q, ehtiyoj yo'q. Hojat kirgizishni hojati yo'q, chunki u bilan ham apparatura, firmenniy звучание ham zo'r, men bilaman. Keyin Raimga aytdim, Raimjon, яке xizmat mekadem o'shanincha. Шут, Akmal, tamom gapashniz. Яке xizmat mekadem, наоборот, nazmishid. Xushro'ymishid, chiroy bo'ladi, yo'q. Men aytdim, o'tiribmiz, instrumentlarni kirgizdik endi, o'zimizning instrumentlar. Taxlab qo'yganmiz, endi o'tiribmiz, maza qilib, chaqchaq qilib, choy ichib. Fayzul aka telefon qilibdilar. Oppa, to'ychi. Akmaljon, конечно, men nima deyman? Aka Fayzi, ana to'yxona bor, ishdim-ku ana. Choy ko'rdi, chaqchaqda ishdim. Kani ne istedku shmo, kani mandamca naddashimku deyiladi mana. Men aytdim, qani siz? Ana men to'yxonaga deydi. Men ham to'yxonaga. Kim o'sha qayerga sizlar, qaysi to'yxonaga? Turonga, Turon yozdingiz-ku. Yozdiruvdingiz. Какой Turon? Men sizlarga telefon qilib aytdim-ki, izmeняться bo'ldi. Sevinchga. Boshqa bo'ldi to'yxona, sevinchga. Ibidin Rosom. Aka sevinchana yaqinam-ku dedim, holi barvaqtda o'tiramiz. Ana o'z boramiz, как раз apparatura mashinga turibdi. Keyin Raim ham hayron qoldi. Raimga aytdim, Raim shunday deydi u ham. Shapari keyin сразу nima qildik, instrumentlarni yig'ishtirib. Keyin sevinchga gazni bosib, bolalarga aytdim, давай газопашкун, sevinchga bo'lib to'y. Sevinchga ekan. Keyin bordik, yo'qa, hali barvaqt, odamlar kelgani yo'q. Keyin spokойно kirgizib, o'sha apparatlarni nastroyka qilib, to'yni o'tkazdik, chiroyli qilib. Shunaqa bir qiziqarli nimalar ham bo'ldi. O'sha vaqtli borganingiz plyusga ishlagan ekan-da. Ha-da, любой время vaqtli borsak yaxshi-da. Plyus bo'ladi vaqtli chunki. To'ychiga ham xotirjamda, muzikantlar keldi, keldi. Конечно. Qaysi to'yga kech qolib borgansiz? Eslay olasiz? Kech, вообще kech bo'lmagan. Yo'q, bunaqa narsalar bo'lmagan. Qachondir telishkani aytib beruvdingiz.
u necha yil oldin nimaga ko'rdingizmi aka, men eslab qo'yganman sizni har bitta gurunglaringizni. Молодец, sizlarga xotiraga gap yo'q. Aka necha yillar shuni aytgansiz, televideniyada aytgansiz shu gapni. Sayr, o'sha payt sayr bo'ldi. Sayr guruhi. Sayr edi, 94 edimi, 5 edimi. Shu nimaga Romitanga to'yga boruvdik. Endi o'sha payt bitta 07 mashinamiz bor edi, orqasiga teleshkacha qo'yardi operatorimiz Ibrohim aka. To'yga bordik, to'yni o'tkazdik, cho'tka hammasi. To'ychilar davolni, rahmat, sog' bo'linglar, yo'q deb kuzatib qo'yishdi. Raz kelibmiz. Keyin Galasyoga Gai saqladi bizani. Gai saqladi. Hay tushdik, nima proverka yo'q, endi ko'radi-ku ular. To'g'ri. O'sha payt tushdik, qarasak normal namas turibdi. Hech nima yo'q, muammo yo'q. Endi bilmayman, nima bo'ldi, nima qoldi. Hay Gai ko'rdi, Gai bilan gaplashdik, ular ham tonadi, Akmal aka yaxshimisiz, to'ydan kelyapsizlarmi? Ha, xizmatdan o'tkazib kelyapmiz. Ha, mayli oq yo'l aka. Razda dalshi bosdik, keyin Galasyodan keyin bu yog'i o'sha yo'lni bo'yiga daraxtlar bo'ladi-ku, paxtazor edi o'sha payt. Bir nima taqar bo'lib ketdi-da, ketyapmiz endi mashina ichiga. Taqar bo'ldi. Men chuyit qildim, men nima qildimda, eshitib qoldim, aytdim. Ibrohim aka, cho'ta nimadir bo'ldi orqada. Ya, normalniy narsa bo'lgan yo'q dedi u odam. Men eshitganim yo'q-ku dedi. Hech narsa bo'lgan yo'q. Sulh zardasizda aka. Men aytdim, "Hay aka," dedim, "bir saqlang, bir ko'raylik, qani." Seriozmi, taqar bo'lib ketdi-da. Yo'q dedi, ketib yotibmiz. Bosib yotibdi gazni. 70-80 ketyapti-da mashina. Ha, shunaqada endi ishilib. Keyin men aytdim, aka, keyin mashinani ham yurishi boshqacha bo'ladi-da, seziladi-ku. Teleshka bo'lsa-ga tiq qiladi-ku, o'sha narsa yo'q. Spokойно ketyapti. G'irch bo'lgan bir nima zvuk chiqadi-ku bor teleshka. Yo'q-da o'sha narsa. Men aytdim, "To'xtang" dedim, aka, cho'ta bir nima bo'ldi. Ha, keyin saqladilar. Qarasak bilan orqaga teleshka yo'q. Teleshka nima uzilib ketgan. Apparaturalar hammasi o'shanda. O'sha yerda teleshkada. Necha pullik apparat bo'lgan o'sha payt? Taxminan. Biron ziyon yetmagan. U spokойно shunday chiqib ana nimasi paxtadalar bor-ku. O'shara mana 4 oyoqda edim aka, ikkita oyoqda edim, 4 oyoq. Ikkita, ana bunisi, ana bu. Nimasi bu? Tiaga. Farkobga kiradigan. Ha, o'sha tiaga o'sha ushlaganda baqu tushgandan keyin o'sha saqlaydi-da, muvozanat skoroustni ham o'sha saqlaydi. Xatirlab bor. Ha, xatirlab, bunday spokойно bunday kirib ketganda dalaning ichiga. Keyin qaytdik-da, bilin, u endi qayerga bo'ldi bu? Aytdim. Yarim kechasi qorong'u. Aka dedim, men sizga aytdim-ku, bir nima bo'ldi. Siz meni cho'ta quloq solmadingiz. Keyin qaytib keldik, bir где-то 800 metr, maksimum 1 kilometr o'tib ketganlar biz. Ko'p ham emas. Qaytib kelsak agar teleshgan shu paxta yerni ichiga bitta joycha, ana bunday ariqcha, ana bunday yormachasiga. Ha, qarash o'sha chappa bo'lmabdi. Asosiy shu muhimi apparaturalarga zarar yetmagan, chunki o'sha paytda sezon-ku, ertaga indinga уже har kuni to'y. U paytda apparatni qayerdan topasiz? Keyin samimi glavoy shu bir qiziqarli nima bo'ldi-da, endi esda qolarli. Teleshkani chiqardik, qaytib joyiga nima bo'ldi? Kelobmiz endi shu uyga kelgancha shu kulamiz. Shu bir qiziq voqeada bo'ldi. Birinchi mashinangiz qaysi aka? Birinchi mashinami? Ha, mashina olgansiz?
Ha, Nechta mashinamiz shu paytgacha? Nasib qilsin. 4 almashtirganmiz. Endi baribir birinchi mashinani Nexia. O'zingiz pulingizga olasiz-ku. Birinchi chiqqan Nexia bor-ku. Rohati boshqacha deyman-da. O'shandan oluvdik. Birinchi chiqqan Nexia. Xizmatlarga o'sha bilan borganmiz. Ha. Nech pulga olgansiz? Pulni so'rayman men, qarang. $11,000. Siz ham yomon to'kada pulni so'raysiz. Aka, hozir odamlarga ana shu qiziq. Ha, qancha pulga nech pul ishlaydi bu? Hech kim mehnati bilan qiziqmaydi. Nech pul ishlaydi? O'sha uchun boya aytdim-ku. Lekin birinchi Nexia'ni o'sha toza chiqqan payti 11 taga oluvdik. Bir sezonga. 2 sezonga. Bitta sezonga aytma endi. Shunday. O'sha ikkita bo'la qolsin. Hozir unaqa davr yo'q, aka? Yo'q. San'atkor ko'paygani hisobigami? Yo, yengil bo'lganigami? San'at yengil bo'lganigami? Yengil bo'lganiga, balkim shunaqa. Ko'pchilik jivoy aytmayapti shuning uchunmi? Может быть. Ну, bitta nimani aytaman, я ничего не теряю deydi-ku. Shunaqa gap bor. Shuni aytaman. Hozirgi tirikchiligingiz aka o'sha qo'shiq yozib berishingizdan, shunaqa? Hozirgi daromadingiz to'y xizmatlari. To'y. Qo'shiq bor-ku, qo'shiq to'ka o'zimga yozaman men уже всё. Yo, mana hozir Leylaga Sitora guruhiga yozib beryapman dedingiz-ku. Endi u Alisher prodyuser, yaxshi ukam, tanish. Yozib beraman. Endi ular chiqsa agar yozib beraman, конечно, gap yo'q. Asosan to'y xizmatlari. Asosan to'y. Pul inson uchun qanchalik muhim? Hamma narsani pul bilan hal qilish iloji bormi demoqchiman. Yo'q. Lekin ko'p narsani hal qilsa bo'ladi. Hozirgi paytda shunday bo'lib qoldi. Ilgari bunaqa bo'lmagan-a? Yo'q. Mehr oqibat birinchi o'rinda turgan. Mehr oqibat, yordam degan narsalar bor edi oldinlar. Hozir ham bor. Hozir ham bor, no, в основном pulda hozir. Pulingiz bo'lsa, hurmatdasiz, shunaqa. Pulingiz bo'lsa, jangaldan sho'rva. Qo'shiqlaringiz ichida eng yoqqani qaysi? Eng yoqqanimi? Omadi. Endi davriga o'sha Gulnora yaxshi edi, yomon emas, Bambi ham hammasi yaxshi. Habibi. Bunisidan ajratmaysiz. Eng yoqqanimi? Eng yoqqani. O'zingizni farzandingizga ko'rasiz. Endi hammasi ham shunaqa-yu, nisbatan ularning ichida eng yaxshisi, eng yaxshisi. Eng yaxshisi bitta oqibat degan ashulamiz bor. Juda yoqadi shu qo'shiq menga. Xirgoy qilib bering. Endi bu tojik tilida ayting. Oqibat anduhe nahoyi nomuse judoyi navoxte shude Vashli boronoma tanhom nazor shunaqada endi so'zim eshitmagan ekanman. Yo, bu yangi qo'shiq. Ha, bu yangi qo'shiq. Wow, chiqqan lekin do'stlar. YouTube'ga bor. Internetdan topsa bo'ladi. YouTube'ga bor. Akmal Nosirov nima? Oqibat. Forsiy zabonda. Buni ma'nosi ham zo'rda, o'sha hayotiy. Endi kim chaqib bilsa chaqadi ma'nosini. To'g'ri. Aka shu san'atni tashlamoqchi bo'lgan paytingizdan bo'lgan? Yo'q, unaqa bo'lmagan. Bo'lmasin ham aka. Ya, bo'lmasin ham. Shunday. Qon bilan kirganda bu aka tepadan. Shunday. Intilish. Sinovli kunni eslay olasizmi aka? Sinovlikmi? Dadam o'tganlarga keyin samay nimasi o'sha koronavirus bo'ldi-ku. O'sha payt men og'ir bo'lganman, onamni ko'ra olmaganman. Oppa. Onam o'zlari ham shu reanimatsiyada edilar, u kishi vafot etganlar. Lekin doktorlar menga onam haqida aytmadilar. Chunki men o'zim og'ir edim. O'sha payt menga og'ir kechganda koronavirus.
chunki onamni aytsalar agar man vashi mazam qochardim o'sha uchun ana shu narsalar man даже keyin man больницаdan chiqqanimdan keyin o'sha payt ham bir 15-20 kunlab bular uydagilar menga gapirishmadi-da, что onam man so'rayman, постоянно onam telefon qilib turadilar, bacham yaxshimisan yo'q deb so'rayman, onam yaxshilami, nima uchun menga telefon qilmayaptilar, telefon qilaman cho'ta ko'tarmaylar deyman. Shunaqa nimalar bo'lib qolgan. Yomon-a? Dadangiznichi qanaqa so'zlar bilan eslaysiz? Dadam ham og'ir paytlarida o'zim borib nima qiluvdim-da, bag'rimga bosuvdim. O'sha payt dadam aytuvdilar, bolam yig'lama dedilar-da o'sha payt. Kasallikdan vafot etganlar shunda. Nima kasal bo'lgan? Saraton. Hoppa. Shunaqa nimalar bor. Nima bo'lib qolganda, lekin menga ko'proq shu onam nimalari o'shanga nima qilaman-da. Onangiz bilan bo'lgan xotiralari. Chunki nima? U kishini ko'rolmadim-da men oxirgi payt. Kasal bo'lgan paytlarim onam vafot etganlar. Men даже nimaga yo'g'dim janozalariga. Hoppa. O'sha payt men og'ir yotgandaman, reanimatsiya. Eshitganingizda qanaqa tuyg'ular o'tdi aka? Qancha vaqt o'tdi, men o'sha javob bo'lib keldim uyga. Onam so'rayman, bular yaxshi yuribdilar deyishadi uydagilar. Keyin где-то bir 20 kunlardan keyin o'sha nima onasi aytdi, bolalarni onasi. Kelayim aytganlarmi yo'q? Shunaqa bo'ldi dedi. Shu bir nima vajillab ketdi menga, cho'ta nima bo'lib ketdi. O'shandan keyin yanada men nima bo'ldim? Nima deydi uni? Og'irmi? O'sha ruhiy bosimmi? Nima deydi-ku, stress, depressiya, stress bo'ldim, biling. O'zimga kelolmadim-da bir ancha. Vashi hamma narsadan qo'limni yuvdim-da, jilani yo'q, ishlashga chiqaman, gap yo'q, chaqchaq yo'q. Shunaqa bo'lib qoldim-da. Keyin asta-sekin yana uspokоиться qilib o'z holimga yana keldim. Shunaqa bir udar bo'lganda menga o'sha payt. Imkoniyat bo'lsa, qaysi yoshga borib kim bilan uchrashgan bo'lardingiz? Shunaqa imkoniyat berilsa, istalgan odam bilan borib uchrashishingiz mumkin. 10 daqiqa vaqt. Kimning oldiga borgan bo'lardingiz? Shu ona otamda. Nima degan bo'lardingiz? Shu bergan tarbiyalariga rahmat. Sizlarni sog'inamiz. Yo'q, eslaymiz deb. Shunaqa. Qaysi so'zlar bilan eslaysiz onangizni? Endi ko'pincha ikkalari ham, onam ham, dadam ham shunaqa bir gapiraydilar. Shu telefon qilib yo'q kelsalar ham, bacham yaxshimisan deb kelardilar-da. Mehribonchilik, ha? Birinchi ulardan olgan sovg'angizni eslay olasizmi? Yoshligingizda bo'lgan balki. Даже son-sanog'i yo'q. Ko'p bo'lgan, ha? Ko'p bo'lgan. Nechta aka-ukangizlar? Bizlar 5 kishi, bitta singlim bor. Kattasizmi shu? Kattasiman. Shunaqa. Boringizga shukr aka. Rahmat. O'sha uchun shu kimni ota-onasi tirik, ilohim sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar, shu nimalarini mehrlariga to'yinglar deyman-da. Nima yordam o'shalarga qilinglar. Chunki ota-onani
nima deydi uni yo'qotish bu вообще yomon narsa ekanda, udar. Hozirgacha ham даже shu o'tiraman inogda studiyaga, keyin shu o'ylab qolamanda. Onam, dadamlar shu ko'z oldimga, o'ngimga keladilar. Shunaqa. Erkalab chaqirarmidilar. Juda bir og'ir-da bu narsa. Ota-onani yo'qotish, vashi og'ir narsa. Nima gaplarni aytmoqchi bo'ldingiz-ku? Men o'sha savolni bermadim aka. Deyarli hamma gaplar bo'ldi, по-моему. Hech kim e'tibordan chetda qolmadi. Abdulloga odam keldimi nima? Abdullajon. Oba. Yana bir marotaba eslatib o'tamiz do'stlar. Tasvirga olayotgan joyimiz Buxoro savdo majmuasi, o'sha eski Kriti Rynek. Muzika shop. Ikkinchi qavatda joylashgan Music Shop magazini. Marhamat qilinglar. Bu do'kondan istalgan musiqa asbobini topish mumkin. Birini qidirib mingni topasiz. Ana Abdullajon. O'sha Abdulla akamga kattakon rahmat. Sizlarga ham katta rahmat. Hurmatli do'stlar, o'tgan daqiqalar davomida vaqt ajratganingiz uchun sizlarga kattakon rahmat. Podkast suhbatimizning bugungi mehmoni, qahramoni, iste'dodli xonanda, bastakor, kompozitor, ijodkor, serqirra xullas yoshligidan shu zavqqa jo'shib klavish bilan hamohang bo'lib, hozirgacha o'sha klavishdan voz kecha olmayotgan Akmal klavish ketdi, уже boshqa o'rniga. Hozir nima ishlatyapsiz? Sotildi. Ha, sotildi. Korg 3 ton edi-da, workstation. Workstation edi. Hozir qanaqa chalyapsiz endi? Hozir ham Korgda. Xolos umuman klavishda. P700. Ana. Mana shundan qutula olmagan. P700. Hozir bu odamni shu $1 million berib, endi gap kelganda aytyapman. $1 million berib boshqa ishga o'tasan desa, kerak emas shu. O'zimni ustida ham menga. $1 million variant bo'lgan, qancha joylarga taklif qilishgan meni. Ishlang deb. Lekin baribir musiqadan kechmagansiz. Endi musiqa baribir. Shogirdlarga aytadigan gaplaringiz. Shogirdlarimiz ijodlarga omad, sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Musofirda yurganlar. Yaxshi kunlarimizga kelib xizmat qilsinlar, shogirdlarimiz. To'g'ri. Ana bolalarimizni, nevaralarimizning to'ylariga kelsinlar. Samosaboy keladilar, yo'q demaylar. Shunday, barizga chiqar. Shunday. Sizga ham rahmat. Sheralijon. Musofirlarga aytar gapingiz. Bizni trakda eshitadi, uzoq yo'lda eshitishadi. Musofirlarimiz ishlarini omadini bersin, sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar, kasal bo'lmasinlar hech vaqt. Shu, например, oilam, nimam deb borib ishlab yurgan musofirlarimiz. Sizlarga sog'lik, salomatlik, niyatlaringizga erishinglar, ishlaringizni omadini bersin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Shu yurtimizga sog' salomat yetib kelinglar. Shu hamma niyatlaringizni ijobat qilib. Albatta. Ko'zlangan maqsadlar ro'yobini tilaymiz. E'tiboringiz markazida UZBTV kanali va unda Chaqchaq podkasti edi. Buxorolik xonanda bilan podkastimizni, suhbatimizni uyushtirdik. Takliflari asosida. Rahmat. Sizni eslatgan. Sizga rahmat kattakon Sheralijon taklif uchun. Yana qanaqa nimalar qolib ketdi, savol-javoblar. Po-mo'ymu. Sizni charchatmay dedim aka. Uni ustiga akamni mijozlari kutib qoldi. Biz uchun azizlar do'koni yopilgan. Biz uchun mana shu do'kon yopilgan, mana shu dekoratsiya uchun. Aka klientlar kutib o'tiribdi. Klientlar qilaman. Hamma joyini ko'rsataman, xudo xolasa. San'atkorlarimiz ham sog' bo'lsinlar. To'ylar ko'paysin ularga. San'atkorlar hammalari sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Ishlariga omad tilaymiz. Akmal Nosirovning Instagramdagi sahifalarini ham kuzatib borishingiz mumkin. Unda ham yangiliklar, ijodlar muntazam ravishda taqdim etib boriladi va Instagramlarni Apisandan topishingiz mumkin. Apisanda link qoldiramiz, ssilkasini qoldiramiz. Ustidan shundoq bosib, shundoq kirib tomosha qilishingiz mumkin. Dunyoni istalgan nuqtasidan o'sha davrlarni eslab, ay Gulnora, Bambi, Bambo, xullas hit bo'lgan qo'shiqlarni tinglab, maza qilib o'sha davrlarni eslang. Hozir yaqinda yana hitlar chiqaramiz, xudo xolasa. Tinmayapti. Yana bitta gap, muxlislarimiz sog' salomat bo'lsinlar. Shunday.
niyatlariga erishsinlar, shu to'ylarga borib biz постоянно xizmat qilaylik. Muxlislarimizga katta rahmat za поддержку. Da, to'g'ri. Sog' bo'lsinlar. Rahmat. Muxlis borki, akam doim ijodda. Necha yoshgacha ijod qilaman deysiz, Xudo xolasa? 80ga, 90ga? Nasib. Xudo xolasa. Shu 85 ga. Konsert qachon kutamiz sizdan? 5 yildan keyin, 3 yildan keyin, taxminan. 3 yil bo'la qolsin. 3 yil bo'la qolsin. Xudo xolasa 3 yildan keyin, 3 yildan keyin shu konsert oldi. Ungacha live konsert tayyorgarlik juda zo'r bo'ladi-da. Demak, bu Instagramda e'lon qilib boriladi. Обязательно. Instagramlarga obuna bo'ling do'stlar, yangiliklardan muntazam ravishda boxabar bo'lib boring, xabardor bo'lib boring va live konsertlarni kuzatib boring. Rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat hammalaringizga. Rahmat. Sheraljonga ham rahmat, особенно. Rahmat. Sheraljon. Yana kim bilan podkast uyushtirish, suhbat qilishni xohlaysiz? Albatta kommentariyada ismlarini yozib qoldiringlar do'stlar. Sog' bo'ling. Sog' bo'linglar. Rahmat. Abdulla aka. Abdulla aka, gap yo'q lekin sizga. Abdulla deydi, nima deydi? Endi oching eshikni oching, klientlar kutib qoldilar lekin. Shuda bitta odamning yaxshiligi bo'lsa, shuda. Juda yaxshi aka. Gapingiz,